Xitoy hukumatı bosh shtabi Hong Kongga joylashgan bir bexatarlik shirkati bilan Qashqarda bir jazo lageri qurish va boshqarish haqida kelishim tuzdi. Xatarlik rayonlarda faoliyat qiladigan shirkatlarga bexatarlik xizmatlari va orqa saf mulozimatni ta'minlaydigan oldingi saf mulozimat guruhi tomonidan e'lon qilgan bayonotda Qashqar shahrida bir tarbiyalash markazi qurish va boshqarish haqida Beijing doiralari bilan kelishim tuzganligi bildirildi. Millionlagan Uyg'ur Xitoy tomonidan yig'ilish lagerlariga qamalgan bir sharoitda mazkur shirkatning Qashqarda paydo bo'lishi andisha va mulohizalarga sabab bo'ldi. Şunun bilan birga mazkur shirkatning paycheki Etic prinsining bayonotchisi bayonot e'lon qilib, prinsning bu kelishimdan xabari yo'qligini bildirdi. Turkiyaning Sakarya viloyati Akyaz noyasida Xitoyning Sharqi Turkistondagi zulmiga qarshi yurish faoliyati o'tkazildi. Şunun bilan birga Elazığda Sharqi Turkiston majlisining raisi Setimturk apandining qatnashishi bilan Xitoyning Sharqi Turkistonda musulmonlarga yurgizayotgan bostirishlarga qarshi namoyish o'tkazildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 1987-yili Amerika prezidenti Reagan bilan Sovet ittifoqi rahbari Gorbachev orasida imzolangan o'rta manzillik yadro qurollari kelishimidan chekinganligini e'lon qildi. Amerika prezidenti Donald Trump Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotidagi ittifoqdoshlarining Amerikaning chekinish qarorini qo'llaydiganligini aytdi. NATO mu Amerikaning qarorini qo'llaydiganligini bildirdi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Amerika prezidenti Donald Trumpga maktub yozib, Amerika qismlarini Afg'onistondan butunlay chekinmaslikka chaqirdi. Xabar qilinishicha, New York vaqt gazetida e'lon qilingan maktubda Amerika qismlari Afg'onistondan butunlay chekinib chiqib ketmasligi kerak, ammo chiqimni tovantish uchun askar sonini ozaytirishga bo'ladi deyildi. Amerika Demokratchi va Cumhuriyetchi har ikki partiyaning a'zolaridan tashkil topgan bir guruh parlament a'zosi Uyg'ur professor Ilhom To'xtini Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatdi. Ilhom To'xti muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lib, 5 yildan buyon Xitoy turmusida. Kengash palata a'zosi Marco Rubio bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatı va kompartiyaning kishilik huquqqa og'ir darajada dafsanda qilishni davomlashtirayotganligini hamda 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmon asonliqlarni siyosiy qayta tarbiyalash lagerlariga qamalganligini ta'kidlab, nomzod ko'rsatish uchun eng muvofiq vaqt ekanligini bildirdi.